Rəximov aka. Muqamimiz üçün, qızımның kelgisi istiqbalı üçün onu şagirdlikka qabul qilgayli. Qolqanlari bo'lmadi. Bunchalik kayfiyatning nima ajiti? Sizning qizlari mening qizim emasmi? Qani quloq solinglar, bolalarım. Sizlar she'r misralar orqali do'stinglarni madhlab beqinglar. Badamxon. Tal barangliq ho'ylida echilibdi qizil gul. Ashu gulning ustida xandan urar sho'x bulbul. Gül shoxida desak, texmi bobkanmandu. O'ltiring. Siz ko'zi buloqdek, qish qiyoqdek, sochlari sumbul, hamma bo'lg'ayki angamatdun. Yaxshi. Rahmat, siz. O kim? O bizning faxrimiz. San'at va fazilat babida kamolatga yetgan Aman Saxondir. Teşekkür dostlarım. Meni maqtab uçurvetdinglar. Manga aql paraset bergan ustozimga. Meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga hashqallah. Köz açtım bu dünyaya, tağdın nur tökülgende. Kumlukla büş boldi, yıldızlamı hem kökte. Kalbimden koyaş balkıp, çaknaydı seher peydi. Ah! Can dada senin mehrin fontandek tökülgeşke. Badamxon, qo'ylan bir yangi qayda ketishibmisin. Ma'qul. Yana bir kitap qoldi. Aman Saxon, qarab, av nimdo. Berib qarab baqayli. Maralken. Yaralanıptı. Assalomu alaykum qizlar. Bir maral qichib kelib qo'ydirg'larni orsiga kirib oldimi? Voy tangay.
Biz bu yerda maral kömüdük. Qizchaq, yoshirvog'ingiz bir o'maq qo'zichoq-ku deyman. Ko'rib baqsaq bo'lamdikin. Yo'q. Ko'rsatmayman. Ketaylik. Bu merhum xonimizning she'r tekstlari. Assalom Amanisa xon. Va alaykum assalom Badam xon. Nereden geldik yine? Kimlerdi o? Xo'sh, mehmonlar fikirlarini nereden sorayım ekin? Assalomu alaykum taqa. Biz o'chdiq. Maralni qo'g'lab yurib yo'ldan ezib qoldik. Ezib qoldik? Yo'q, tag'a. Biz mo'ngluq bir g'azalning jalb qilishi bilan bu yerga kelib qoldik. Shundoq. Mondaq danglar. O g'azal o'qigan dal mening qizim bo'ladi. Ha, biz tanishib qolaylik. Mening etim Mahmud. Taqlar meni Mahmud o'tinchi deb chaqirishdi. Taqa, biz ustab ketdik. Uylari kirib usulni qichivasaq bo'lamdikin. Albatta bo'ladi. Sizlardek aziz mehmonlar g'aribxonamga qadam tashirib qilsa, beshim ko'kka yetadi. Beni marhamat. Aziz mehmonlar, oilimizdan namratchilik chiqib tursa-mu, ayibga buyurmay, kang kushada o'ltirishinglar. Rahmat taqa, o'zlari mehmon do'st kellar.